Real Madrid kiyinish xonasidagi to'qnashuv. Mbappe jamoadoshlariga qarshi chiqdi. Futbol olamida hamma ko'radigan o'yinlar bor, lekin hech kim ko'rmaydigan va hammasini hal qiladigan joy ham bor. Bu kiyinish xonasi va aynan shu yerda Kylian Mbappe bilan bog'liq katta mojaro yuzaga kelgani aytilmoqda. Ichki muammo: Real ichida nima bo'layapti? Real Madrid ichida vaziyat jiddiylashgan. Manbalarga ko'ra, Kylian Mbappe jamoaning ayrim futbolchilaridan qattiq norozi. Mbappe nima dedi? Xabarlarga qaraganda u ayrim futbolchilar mavsumni barbod qildi degan fikrni bildirgan. Bu esa oddiy gap emas, bu jamoa ichidagi katta signal. Shaxsiy suhbatlar eng qiziq tomoni, Kylian Mbappe jamoa ichida individual suhbatlar ham o'tkazgan. Bu nimani anglatadi? Muammo jiddiy. Vaziyat nazoratdan chiqishi mumkin. Bu kelishmovchiliklar Mbappe va Bellingham o'rtasida kelib chiqqan. Jude Bellingham va Kylian Mbappe o'rtasida keskinlik bor. Savol: nima bo'lgan? Aytilishicha, Bellingham Mbappeni tanqid qilgan va bu har kim jur'at qiladigan ish emas. Jamoada bosim. Bunday vaziyatda ishonch kamayadi, atmosfera buziladi, natija pasayadi. Natija hammasini ko'rsatadi. Bu mavsum Real Madrid uchun omadsiz o'tdi. Chempionlar Ligasi erta chiqib ketildi. Ispaniya Kubogi yo'qotildi va La Liga Barselona ortidan quvib yetish deyarli imkonsiz. Ichki mojaro sababmi? Savol katta. Bu natijalar ichki kelishmovchilik sababmi? Mbappe bosim ostida. Kylian Mbappe katta yulduz, katta bosim va katta kutishlar. Yetakchi kim? Jamoada kim lider? Mbappe yoki Bellinghammi? Javoblaringizni kommentariyada qoldiring. Ikki yulduz bitta jamoa muammo. Ego to'qnashuvi bo'lishi mumkin. Taktika yoki xarakter? Muammo qayerda? O'yin uslubida yoki xarakterdami? Kelajakda nima bo'ladi agar bu davom etsa? Katta o'zgarishlar bo'lishi mumkin. Transferlar ham bo'ladimi? Ehtimol. Ayrim futbolchilar ketadi, yangi yulduzlar keladi. Real yana qaytadimi? Savol ochiq. O'z fikrlaringizni kommentariyada qoldirib javob berishingiz mumkin. Real Madrid yana kuchli qaytadimi? Yakuniy xulosa bir narsa aniq. Kiyinish xonasidagi muhit maydondagi natijaga ta'sir qiladi va hozir Real ichida hammasi tinch emas. Endi navbat sizga. Bu vaziyatda kim haq deb o'ylaysiz? Mbappe to'g'ri qaror qabul qiladimi yoki Bellingham haqmi? Fikrlaringizni kommentariyada yozing. Agar siz ham futbol olamidagi eng issiq insider ma'lumotlar, yopiq eshiklar ortidagi mojarolar va hammadan oldin chiqadigan yangiliklarni o'tkazib yubormoqchi bo'lmasangiz, Secretex kanaliga obuna bo'ling. Chunki bu yerda oddiy yangilik emas, balki haqiqiy futbol ichkarisi chiqadi. Sizning fikringiz biz uchun muhim. Har bir kommentni o'qiymiz va albatta javob beramiz. Kanal rivoji aynan siz kabi obunachilar bilan. Shuning uchun hoziroq obuna bo'ling va o'z hissangizni qo'shing.